Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan birgalikda salomatlik eksperti, supplementolog, nutritsiolog, dietolog, psixolog, bolalar va ayollar massajisti, Sohbat Olmasimdan Salomatlik akademiyasining rahbari, men Sohbat Olmasimdaman. Azizlar, juda ko'p muammolaringiz, sog'lig'ingiz va ruhiyatingiz haqida bo'layotganidan xabarim bor. Chunki konsultatsiyalar mobaylida asosiy muammolar faqat shular borasida bo'lyapti. Demoqchimanki, zamon rivojlanyapti. Texnologiya rivojlanyapti. Tabiiy oziq-ovqatlar kamayapti. Biz nimalar iste'mol qilishni bilmayapmiz. Uni yeyishingiz mumkin emas, bunday yeyishingiz zararli, bu toksik ovqat deysiz. Aslida biz nima iste'mol qilishimiz kerak? Har bitta mahsulotni o'zi zararli bo'lsa, ob-havomizda zarar bo'lsa, a'zo-qatlarni tekshirib yotgan bo'lsa, tashqaridan kelsa, ichkaridan, ruhiyatdan kelsa, biz qanday sog'lom bo'la olamiz degan ishtirokchilarga va mijozlarimga tavsiyam.